Endi bizning Xoliqimizning Alloh taolo va taqaddas ekanligi, ening olamning hammani yaratishda insoniyatning manfaati uchun xizmat qilishini yaratganligi, insoniyatni mushu o'ziga ibodat qildirishni yaratganligi, olamning aslidagi siri buning tugaydigan olam ekanligi, osmon zamin fani bo'lib yo'qoldigan dunyo ekanligi, oxirat olimi barpo bo'ladiganligi qatorliq mushuning hammani bilish uchun buning mohiyatini umuman qilib aytganda dunyoning aslidagi mohiyatini bilish uchun biz payg'ambarga muhtoj. Biz payg'ambarga ehtiyojimiz var. Biz Qur'oni Karimga osmondan tushgan kitob ehtiyojimiz var. Bunun bir mesele, yangidan bir olim yangidan bir narsa keşif qildi. Ya televizor keşif qilganni deylik, ya sinov keşif qilganni deylik, yoki radio keşif qilganni deylik. Shuni keşif qilib yasab, do'konga solganda vaqtida shu yishdan, shu korobka ichidan, shu televizorning, shu radioning tushuntirish bilan chiqadi. Shundaqmi? Chunki onu yasagan usta ening mohiyatini o'zi bilgan bo'lg'achqa, eni munda iste'mol jarayonida munda iste'mol qilish kerak. Buni saqlash usuli mundaq deb hammaning bir tushunchasi bor. Onu agar undaq tushundimisa, eni iste'mol qilganlar uni o'z joyida iste'mol qilmasligi mumkin. İste'mol qilolmaydi balki. Shuningdek, xuddi shu narsada bütün olamni insoniyatning manfaati uchun xizmat qiladigan yaratib, endi buning aslidagi mohiyatini Alloh taolo va taqaddas Qur'oni Karim orqali mush olamning sirini insoniyatga tushuntirish uchun tushirgan kitobchimi? Olamning bütün nazariyasi. Ashining qayerdan chiqib amaliyot so'zi to'g'ri chiqadi. Qur'oni Karim olamning nazariyasi, bütün hozir koinot shuning amaliyati. Manda narsa, manda bir-biriga manda munosabat bor buniki. Şuna dünyanın aslidagi sirini payg'ambar biladi. Ening aslidagi sirini Xudo biladi. Xudo o'zi rozi bo'lgan, o'zi tanlagan, Mustafa bo'lgan, payg'ambarlar orqali insoniyatga o'rgatdi. Jannatning borligini, do'zaxning borligini, o'lgandan keyin munkar nakir ishki ismli malaikaning kiradiganligini, mushuning hammini demak umumiylik mushu dunyoning sirini payg'ambar orqali o'rgatdi bizga. Payg'ambarga ehtiyojimiz, insonlarning ehtiyoji bor. Şuna hacetun nas ila rusul. Deb bunu Allah'tan to'xtaladi. İnsanların peygambere ihtiyacı var.